Davlatimiz tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, eksport salohiyatini oshirish maqsadida milliardlab mablag'lar ajratilmoqda. Biroq ayrim holatlarda ana shu imtiyoz va yengilliklar ko'zlangan natijaga emas, balki noqonuniy manfaatlarga xizmat qilayotganligi ham aniqlanyapti. Jumladan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar eksportni rag'batlantirish uchun yo'naltirilgan mablag'larning bir qismi maqsadsiz o'zlashtirilganligini ko'rsatdi. Xo'sh, bundan kimlar manfaat ko'rgan? Dastlabki reportajimizda bu haqda batafsil so'z yuritiladi. Bundan 5 yil avval hukumat qarori bilan tadbirkorlarning eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida mahsulotning xalqaro muvofiqligi bo'yicha sertifikatlashtirish jarayoni uchun talab etiladigan xarajatning 80% davlat byudjetidan qoplab berilsin degan rag'batlantirish mexanizmi joriy etilgandi. Bu hukumat tomonidan tadbirkorlar uchun uncha-buncha davlatda mavjud bo'lmagan zo'r ko'mak. Ammo bizdagi qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlar mana shu imtiyozni pul yuvish mexanizmiga aylantirib olishgani ma'lum bo'ldi. O'rganish jarayonida respublikamizning 4 hududida, jumladan Toshkent, Samarqand, Andijon va Farg'ona viloyatlarida joyiga chiqilgan holda o'sha tadbirkorlarga ko'rsatilgan moliyaviy yordamlarning haqqoniyligi o'rganilganda 28 ta holatda umumiy summasi 5.1 milliard so'm moliyaviy yordamlar ajratilishida belgilangan o'sha tartibga rioya qilinmaganligi aniqlanib, ushbu holatlarni batafsil o'rganish hamda holatga huquqiy baho berish uchun to'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi. Ushbu sxemada byudjet pulidan asosiy manfaatdor tomon bu mamlakatimizda faoliyat olib boradigan ayrim sertifikatlashtiruvchi tashkilotlar ekanligi aytilmoqda. Ular mahalliy hokimliklardan tadbirkorlar ro'yxatini olib, birin-ketin ularga qo'ng'iroq qilib, xalqaro sertifikat olish uchun imtiyozi borligini, hujjatlarni yig'ib savdoni rivojlantirish agentligiga topshirishsa, xarajatning 80% davlatdan qoplab berilishi aytiladi. Pul hisobga tushgach, ushbu tashkilotlar ega chiqib, evaziga xalqaro sertifikat olib berishni ma'lum qilishadi. Qolgan 20% to'lov uchun ham ayni paytda pulim yo'q deydigan tadbirkorlarga o'zlari shu kichik qismini to'lab ham turishadi. Chunki har bitta tadbirkordan keladigan foyda naq 20 ming AQSh dollari miqdorida. Xususan tadbirkorlar bilan suhbatlashganimizda ularning aksariyati ushbu sertifikatlardan deyarli o'sha foydalanmaganligi yoki ular amalga oshirayotgan davlatlarda ushbu sertifikatlar talab etilmaganligi bois ular bu sertifikatga ehtiyoji bo'lmagan. Bu yerda asosiy masala xalqaro muvofiqlik sertifikati eksport faoliyatini amalga oshirish istagi bo'lmagan tadbirkorlarga ham olib berilganida. Ya'ni tadbirkor ichki mahalliy bozorda faoliyat yuritadi va mahsulotini chetga chiqarmaganidan keyin sertifikatning keragi ham yo'q aslida. Bu kabi harakatni amalga oshirishga avvalo qarordagi huquqiy bo'shliq sharoit yaratib bermoqda. Huquqiy asosda moliyaviy yordam ajratilgan tashkilotda muvofiqlik sertifikatini olishga ehtiyoji mavjud yoki mavjud emasligi, sertifikatni qo'lga kiritganidan keyin eksport faoliyati amalga oshirayotganini monitoring tartibida o'rganish mexanizmlari mavjud bo'lmagani uchun ham imtiyozdan har kim istagancha foydalana olgan. Eksport qilganlarga bergan faqat degan talab yo'q. O'shaning uchun ular ham agentlik ham aytdiki, biz shu talab bo'lmagan uchun beraverganmiz, eksport qilganmi, qilmaganmi degan bizga vaj keltirishdi. Eng qizig'i, palon so'mlik davlat byudjeti hisobiga olingan ayrim sertifikatlar xalqaro tashkilotlarning reyestrida ro'yxatga olinmagan ham. Ba'zilari esa bizdagi milliy akkreditatsiya tizimi reyestrida mavjud emas. Bundan tashqari o'rganish jarayonida shu holatga ham duch keldikki, shu ajratilayotgan mablag'larning, xarajatlarning o'sha ma'lumotlar ochiq emasligi ham bu o'sha yuqoridagi holatlarni kelib chiqaruvchi asosiy bir omillardan biri sifatida ko'rdik. Tahlil qiladigan bo'lsak, 5 milliard so'mdan ziyod maqsadsiz yo'naltirilgan mablag' yurtimizning atigi 4 ta hududida olib borilgan o'rganishlarda aniqlanib turibdi. Agar bu holat qolganlarida ham kuzatilsa, bu yana taxminan 10 milliard so'mdan ziyod byudjet mablag'i davlat iqtisodiyotini rivojlantirish o'rniga ayrim uddaburonlarning cho'ntagini to'ldirgan degani. O'rganish natijalaridan kelib chiqib, o'sha qonunchilikdagi ayrim o'sha bo'shliqlarni, shuningdek bu boradagi faoliyatni raqamlashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatar holatlarni oldini olish maqsadida tegishli takliflar tayyorlanib, agentlik tomonidan o'sha yuqori tashkilotlarga kiritilishi ta'minlandi. Yulduzxon Olimova, Davron Zufarov, Asalbek Olimov, Hudud informatsion dastur uchun.